Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Biz bugun sizlarga 13 ta mashinani arzon narxlarda aralashib qo'yaveramiz. Mana birinchi mashinamiz qora rangda Tracker 2021-yil Premier pozitsiyasi 135 ming kilometr yurgan propan gazlari ham bor ekan. Mashinamizni 13 mingga beraveramiz. Ikkinchi Trackerimiz LTZ pozitsiyada 2023-yil atiga 31 ming kilometr yurgan ekan. Kraskalari 100% top toza 13.500 dollarga beraveramiz. Yana bitta qora Trackerimiz 2024-yil 45 ming kilometr yurgan propan gazlari bilan yaxshi holatda turgan 15.700 dollarga beraveramiz. Equinox'imizning navbati. Equinox'imiz 2020-yil 53 ming kilometr yurgan, kraskalari top toza 19.200 dollarga beramiz. Oq Equinox'imiz 2020-yil 110 ming kilometr yurgan, propan gazlari bor, restyling qilingan 4 ta yangi balonlari bilan 19.700 dollarga beraveramiz. Mana Cobaltlarimiz 2026-yil birinchi Cobaltimiz atiga 3000 kilometr yurgan ekan, kraskalari 100% top toza 12.200 dollarga beraveramiz. Keyingi Cobaltimiz 2024-yil 38.000 kilometr yurgan, navrotlari bilan metan gazlari bilan 10.500 dollarga beraveramiz. Keyingi Cobaltimiz 2025-yil 26.000 kilometr yurgan, 11 mingga beramiz. Keyingi Cobaltimiz 2020-yil 132 ming kilometr yurgan, mexanika 8 ming dollarga beraveramiz. Keyingisi 2025-yil Cobalt 10 ming kilometr yurgan, atiga 11 mingga beraveramiz. Yana bitta Besprobek Cobaltimiz, Besprobek bo'lganiga qaramay, krugo tonirovkalar ham qilib qo'yilgan ekan, 11.900 dollarga beraveramiz buni. Izumrud rangda Onyx'imiz RS ablisovkalari bilan orqaga spoilerlar qo'yib, sportivniy qilib qo'yilgan ekan, navrotlari bilan 2023-yil 53 ming kilometr yurgan, 11.100 dollarga beraveramiz. Qora Gentramiz 2023-yil 96 ming kilometr yurgan, kraskalari 100% top toza 12.300 dollarga beramiz. Instagramlarda kutib olishmayapti, qarashmayapti deb mana kommentariyada shunaqa gaplar bo'lyapti. Mana hozir hammaga bir xil forma qildik. Mana formamizda mana shunaqa yozig'i bo'lsa, bizani bolalar bo'ladi, o'zi qarab kutib olishadi. Qidirib yurmaysizlar endi. Mana Mustanglar hammasi bir xil formada. Bu ham bitta kichkina bo'lsa ham qulaylik qildik. Mustang avto bu meni jamoam, xudo xolisa hech kim uyaltirmay duo olamiz deb chiqqanmiz. Xudo xolisa bosamiz. Nima deymiz? Bosamiz. Mustang Avto barchasida mukammaldir.